Kim ekonomishni Matiz qarabilgan bo'lsa, bu videoni oxirigacha ko'rsin. 2010-yilda ishlab chiqarilgan, 219 000 kilometr yurgan bir ega Matizga turib sotva, metan gazi, yumshoq baloni, chexol polik hamma narsasi bor. Prostoy gidravlika varianti. Motor, ходовой korobkalari zo'r, hech qanday rasxoti yo'q. Bemalol ustalaringiz kelib, tekshirib ko'rib olsangiz bo'ladi. Bir krelni yuzunda kraska badadlar, zanglar ishlangan. Tamom. Boshqa hech qanday xarajati yo'q. 31 million so'm tan narxi aytibmiz. Hurmatli obunachilarimiz, avtokredit aytaman desangizlar, eldan 11 million bilan avtokredit beramiz. Oylik to'lovlaringiz 1 million 300 ming so'mdan 3 yil chiqadi. Naqd pul batir ham variantda sotamiz. Toza, akkuratni qarab haydalgan mashin. Hech qanday aybi kamchiligi yo'q. Demak, yumshoq balonlar qo'yilgan. Akkuratni mashin. Yanlışları, yürüyüşler hemen esas calcanında bemalol ustalar gəlib tekshirib ko'rib olaverasizlar. Video registratorgacha qo'yib qo'ydilar. Hamma narsasini qo'shib beramiz dedilar. Mashinamiz Qo'shko'pir avtoshopda sotuvda turadi. Bizning manzilimiz Qo'shko'pir tumani Elektrosit yonboshi. Matizning yaxshisidan qarab haydalgandan qarab bilganlar uchun bu videoni yo'q qo'yinglar. Bizlar obuna bo'linglar, yangilik qilishda davom etamiz. Hammaga rahmat.